Onajon, Ha bacham? atalarni faqat tuqqan ayollar ichadimi? Yo'q bacham, atala milliy taomimiz, uni hamma ichadi. Pishirib bering bo'lmasam. Pishirsak pishirimiz o'choqda yo'q. 1 kilo un uchun 100 gram paxta yog'i solamiz. Yog' ustidan unni elaymiz. Past alavga un qizarguncha qavuramiz. Qadimda ajdodlarimiz bahor faslida ko'p atalar pishirib yeganlar. Nimaga onajon? Bahor faslini ilik uzilish vaqti deganlar. Ilik to'q bo'lishi uchun qadimda ko'p atalar yeganlar. Ye qoyil, bitta atalarga shuncha tarix. Un shu ko'rinishga kelsa tayyor bo'ladi. 4 kishilik atalar uchun 4 qoshiq un solamiz. 100 gram zig'ir yog'i solamiz. Ikkalasini yaxshilab aralashtiramiz. 1,5 litr suv solib, tagiga alav yoqib qaynatamiz. Talani har kim har xil tayyorlaydi. Qo'y yog'iga, sariyog'ga, suv o'rniga sut ham solib tayyorlasa bo'ladi. Tabga ko'ra tuz solamiz. Tuxum ham chaqamiz. Yeganda kuch bag'ishlaydigan atalarimiz tayyor. Bir marotaba bo'lsa ham tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Juda ham foydali retsept, charchamang.